Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari va kanalimiz a'zolari. Bugun Namanganlik Hoji tog'amizga mana Lacetti avtomashinasiga farkoblarni ustunovka qilib, pritsepimizni ulab berdik. Pritsepimizning razmeri 3.10 ga 1.55. Balon holatlarimiz mana ideal o'zini ko'rib turibsizlar. Ramalarimizni shviller qildik egalar. Mana ko'rib turibsizlar, bortlarimiz 4x4 2 stena. Lagalarimiz 4x4 2 stena. 6x4larimiz hammasi mana 6x4 6x4larimiz hammasi rossiyskiy 3 stenka bo'ldi. Zamoklarimizni baquvvat qilib mana 1.5 tonnalik istan qo'yib berdik. Pritsepimiz oluvchining nomiga shu faktura bilan chiqadi. Oluvchi qaysi viloyatda hujjatda tursa, tuman yoki shahar marolaridan nomer pasportini olishadi. Xohlasa bu pritsepimizni 2.5 tonnaga mosladik. Xohlasa oshiq ham ko'taradi. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz ekan mana. 99lik kod bilan 23688, 90lik kod bilan 1763688. Aloqaga chiqa olasizlar akalar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qo'shtepa qishlog'idan bo'ldi. 12 ta viloyatga dastavkasini kelishilgan holatda chiqarib beraveramiz. Xohlasalang mol tashish uchun, xohlasalang yuk tashish uchun, xohlasalang o'zlaringiz ehtiyojlangansa, qanaqa turdagi pritsep kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Narxlarni kelishilgan holatda farkoblarni mana ro'zaychi bonus qo'yib beryapmiz. Bu farkobni o'zi ham arzon turmaydi. Bilishadi akalar o'zi. Farkoblang bo'lsa, reshotka qo'yib beriladi pritsep ustiga. Farkoblang bu reshotka kerak emas bo'lsa, pritseplang ham narxidan o'tib beramiz. Aloqaga chiqib olasizlar akalar. Kim bizni aytib qoldi? 70% odam obuna bo'lmay kuzatishyapti akalar. Obuna bo'lib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Padishga turasizlar akalar.